Assalamu alaykum arzuyum ikkinchi qarar haqliq taam pishiriq saloniga barliq azizlar. Bugun o'tilmoqchi bo'lgan darsimiz yurak shaklli kichik torta. Buningga oldi bilan biz bezash uchun shakarda kamput yasalamiz. Bu uşaq şeker kamputimizni yasash uchun oldi bilan biz bir qaçımızga 90 gram şekerni bir qaçımız qo'yamiz. 90 gram şeker qo'yib bo'lgandan keyin buning ustiga bunu 30 gram suni qo'yamiz. Suni qo'yib, buni toza qaynatib, sharbat yasab, shakl chiqarib olamiz, qizlar. Buna qizlar biz buni o'tib qo'yib, buni qaynatib, shakarni eritib oldik, xonimlar. Endi buni elib, shakl chiqarib olsak bo'ldi. Suyimiz qaynagandan keyin buningdek shakl berishga qo'yib, mana shakllarni chiqarib oldik. Har kim o'zi xohlagan har yangi shakllarni chiqarib olsa bo'ldi. Bunu biz tortumuzni bezash uchun ishlatamiz, qizlar. İkinci qadamda biz buningdek yaltiroq qog'ozdan mushunchalik cho'nliqda qiyib chiqarib olgandan keyin buni siqib yumaloq shakl keltirib, mushuningdek yumaloq shakl keltirib, buni tortimizga yurak shakl berganda ishlatamiz, qizlar. Ondan keyin bizga buningdek lis ketadi. Bu lisqa biz mana o'shash may qog'ozni selib qo'ygan aralashmani töküp pişirimiz, qizlar. Biz endi bu tortniki ketiren materyallar olsa 3 tane tuxum, 100 gram un, 110 gram şeker, 20 gram su maya. Bunun hech qanday ko'p turgi soda, potafini qo'shmadik, xonimlar. Sağlam tort yasaymiz. Biz oldi bilan 3 tal tuxumni bir qachoq chaqib olgandan keyin bu qachoqqa mana shekerimizni qo'yamiz, xonimlar. Şeker qo'yib, bu ikkisini toza yaxshi ko'ptirib olamiz. Chaqqan qaçımız cho'qim suyuqi, mayuqi bo'lmagan, quruq, pakiz qaç bo'lishi kerak. Endi buni tuxum ko'ptirgich bilan ko'ptirib olamiz, qizlar. Bu tuxumimiz ko'pib, shunda oqo'sh halat kelganda buningga 20 gram sumayni mushu jipsimon holat qo'yib davomli ko'ptiramiz, qizlar. Shunda holatda jipsimon holatda qo'yib ko'ptiramiz. Sumayni aralashtirib olgandan keyin endi buning ustiga 100 gram unimizni tasqab turib aralashtiramiz, xonimlar. Mana tasqab oldik, buni tuvan xodda aralashtiramiz. Unni tasqab tushirib olgandan keyin shu tuvan xodda aralashtiramiz, xonimlar. Endi biz unni aralashtirib olgandan keyin bu aralashmamizni mana tortning gulini chiqargan qoshiqqa quyib oldik. Quyib olib, buning uchini qiyib etib, buni siqib tushiramiz. Shuni jiq quyib olmaymiz, xonimlar. Shunchalik darajada quysak bo'ldi. Mana qizlar, biz qilibimizga buni tortniki aralashmasini quyib olgandan keyin birinchi qadam yasab olgan yumaloq sharchalarimizni men qisib qo'ydik, yurak shakl chiqarish uchun. Mishalar qisib qo'ydik. Buni duxovkaga solib 170 selsiya gradusda yarim soat pishirib olamiz, qizlar. Mana duxovkaga soldik, pishib chiqqan kaldini ko'raylik. Mana xonimlar, bizning yurak shakllik kichik tortlarimiz pishib chiqdi. Biz buni olgandan keyin qiziq holatda o'zimiz yasab olgan, ilg'i shakardan yasab olgan kamputlarimizni chaplab qo'ydik buningga. Shundoq bezidik. Agar siz yaxshi ko'rsangiz, har xil tortning qaymoqlarini gul chiqarib bezsangiz bo'ldi. Buni kichik bolalar ham yaxshi ko'rib yeydi, chunki yuzi kamput chaplashgan bo'lg'achqa shaklimi bir xil o'zigacha chiqadi, xonimlar. Agar siz yaxshi ko'rsangiz, shu uzumning o'rniga har xil yurak shakl, har xil yulduz shakl, har xil shakllarni chiqarib, shu shakar suyida shuna kamput yasab, chaplab qo'ysangiz bo'ldi. Undan sonra bugun o'tilmoqchi bo'lgan tabiiy, sog'lom bo'lgan, hech qanday ko'ptirgich soda qo'shilmagan bolalar kamput torti tamom bo'ldi. Ko'rishgacha omon bo'lingizlar, xonimlar.